Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Davr informatsion dasturi. Studiyada Ilhom Abdurahimov bugun dasturimizda. Telekommunikatsiya to'g'risidagi qonunning Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyatidagi ijrosi ko'rib chiqildi. Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati xususida. Yurtdoshlarimiz haj ziyoratini ado etib, Saudiya Arabistonidan O'zbekistonga qaytib kelishdi. Uzmiyat Expo 2015 ko'rgazmasi oldidan matbuot anjumani o'tkazildi. Xorij shu kunlarda Xorvatiyaga kelayotgan qochoqlar soni ortib boryapti. Avstraliyaning Queensland shtati dengiz qirg'og'ida kuchli o'pirilish ro'y berdi. Dasturimizni parlament faoliyatiga oid xabar bilan boshlaymiz. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo'mitasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda telekommunikatsiya to'g'risidagi qonunning Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyatidagi ijrosi yuzasidan o'tkazilgan nazorat tahlil yakunlari muhokama etildi. Yig'ilishda ta'kidlangandek, telekommunikatsiya to'g'risidagi qonun mamlakatda zamonaviy aloqa va davlat interaktiv xizmatlari bilan ta'minlash, milliy telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish bilan bog'liq munosabatlarni tizimli va kompleks tartibga solishga xizmat qiladi. Deputatlar tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyatida mazkur qonunning ijrosi o'rganildi. Nazorat tahlil jarayonida parlament a'zolari qonunning eng muhim jihatlaridan biri sanalgan yuridik va jismoniy shaxslarga sifatli davlat interaktiv xizmatlari ko'rsatish uchun joylarda telekommunikatsiya tarmoqlarining faoliyat yuritishi va ularni rivojlantirish borasida davlat organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratgan. Yig'ilishda qonunning ijrosi yuzasidan atroflicha axborot berildi. Qayd qilingandek, o'rganish jarayonida hududlarda yutuqlar bilan birga ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi ham aniqlangan. Joylardagi davlat hokimiyati organlari tomonidan ruxsat berish tartib taomillarini interaktiv ko'rinishda amalga oshirishning to'liq choralari ko'rilmagan. 2015-yilda 3826 ta Qoraqalpog'istonda o'sha ro'yxatga olingan bo'lsa, shulardan bor yo'g'i 1690 tasi interaktiv ko'rinishda ko'rsatilgan, berilgan. Toshkent viloyatida mos ravishda 22624 ta tadbirkorlik subyektlariga ro'yxatga olingan bo'lsa, 3790 tasi interaktiv ko'rinishda berilgan. Yig'ilishda parlament a'zolari mamlakatda milliy axborot tizimini, xususan internet tarmog'ini yanada rivojlantirishga, aholi yashash joylarida zamonaviy axborot texnologiyalari tizimini joriy etish doirasida kam ta'minlangan oilalar uchun yagona davlat interaktiv xizmatlari portalidan bepul foydalanish va boshqa tizimlar orqali qonunlar hamda boshqa normativ huquqiy hujjatlar bilan muntazam tanishib borish imkonini yaratish bilan bog'liq masalalar yuzasidan taklif va mulohazalarini bildirishdi. Yig'ilish so'ngida deputatlar tomonidan qonunning ijrosi bo'yicha o'rganilgan nazorat tahlil materiallari atroflicha muhokama qilinib, mazkur sohadagi qonunchilikni, ayniqsa telekommunikatsiya to'g'risidagi qonunni yanada takomillashtirishga oid qator tavsiyalar ishlab chiqildi. O'tiral Shodif, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Bugun Davlat soliq qo'mitasi hamda Soliq info gazetasi tahririyati hamkorligida tadbirkorlik subyektlari rahbarlari va bosh hisobchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish maqsadida seminar trening tashkil etildi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, yagona ijtimoiy to'lov va fuqarolarning sug'urta badallari bilan bog'liq dolzarb masalalar mavzuida o'tkazilgan yig'ilish tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Ma'lumki, joriy yilning 3-choragi uchun soliq hisobotlarini topshirish muddati yaqinlashmoqda. Shu sababli soliqlarni to'g'ri hisoblash va to'lashda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun barcha jihatlarni hisobga olish juda muhim. Tashkil etilgan seminarda ham ayni masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan soliq to'lovchilarda soliq solishning 4 pog'onali shkalasi, ya'ni jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisob-kitobi bo'yicha ko'plab savollar yuzaga kelmoqda. Yagona ijtimoiy to'lov va fuqarolarning byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari bo'yicha soliq hisoboti shakllariga har bir jismoniy shaxs kesimida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga hisoblangan fuqarolarning sug'urta badallari summalari to'g'risida ma'lumot nomli 4-ilovaning qo'shilishi buxgalter va tizim mutaxassislari uchun yangilik bo'ldi. Ya'ni 2015-yilda amaliy soliq qonunchiligiga asosan nolvoy daraja, ya'ni bir minimal ish haqini chegirib tashlash masalalari qo'yilgan. Har bir soliq to'lovchi tomonidan, ya'ni bu asosiy joy bo'ladimi, o'rindoshlik bo'ladimi, ushbu daromad olgan manbasidan bir minimal ish haqqi, ya'ni eng kichik ish haqqi ayirib tashlanadi. Bundan tashqari oliy ish haqi hisoblaganda, misol uchun moddiy yordam beriladi va ushbu moddiy yordamni qanday daromad solig'iga tortish masalalari ko'zda tutilgan. Misol keltirsak, minimal ish haqqini yanvar holatidagi, ya'ni 118412 ga hisoblaganda minimal ish haqqi miqdorida moddiy yordam imtiyozga ega bo'ladi. Undan ortgan qismini moddiy yordam berilishi mumkin, lekin oshgan qismini umumiy tartibda soliqqa tortiladi. Shuningdek, seminarda yagona ijtimoiy to'lov stavkasini qo'llash va ushbu to'lovning eng kam
miqdorini hisoblab chiqish masalalari ham muhokama etildi. Ta'kidlash o'rinliki, mazkur seminar nafaqat soliq to'lovchilar, balki mutaxassislar uchun ham ayni muddao bo'ldi. Sababi yangi ishlab chiqilgan qonun hujjatlarini amaliyotda qo'llash bilan bog'liq vazifalar xususida ham o'zaro fikr almashildi. Shahnoz To'laganova, Zabihulla Azizov, Yoshlar. Ta'kidlash joizki, 2011-2015 yillarda respublika mikro moliyalash sohasini va moliya muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni joriy yilning noyabr oyidan kuchga kiradi. O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan davra suhbatida mazkur qonunning mazmun mohiyati haqida tizim vakillariga atroflicha ma'lumot berildi. Ko'pchiligimiz uchun kun davomida turli yo'nalishlar va manzillarga yetib olishning qulay vositasi jamoat transportidir. Yo'lovchining ham, yo'lovchi tashuvchining ham maqsadi bitta: manzilga tez, qulay va bexatar yetib kelish. Tan olish kerakki, bu jarayonda haydovchining mas'uliyati katta. Birgina haydovchi va transport xizmatini taqdim etayotgan muassasa o'nlab, yuzlab insonlarning hayoti va xavfsizligiga javob beradi. Albatta, bu jarayonning huquqiy va tashkiliy asoslari allaqachon qonun yo'li bilan tartibga solingan. Sohani yanada takomillashtirishda sug'urta xizmati o'rni ahamiyatli. Negaki huquqiy himoya, ya'ni sug'urta har ikki tomonning manfaatlariga xizmat qiladi. Davra suhbatida ta'kidlangandek, tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni aynan tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda muhim o'rin tutadi. Mazkur qonun yo'lovchilar manfaatlarini to'liq himoya qilish uchun sharoit yaratib, yo'lovchilarni majburiy shaxsiy sug'urta qilish o'rniga dunyo tajribasida keng qo'llanilayotgan tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish mexanizmini amaliyotga joriy qilish imkonini beradi. Seminarda so'z olganlar tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonunning kuchga kirishi, yangi ish o'rinlari yaratilishida, sug'urta bozori va transport infratuzilmasini rivojlantirishda, o'z o'rnida aholiga taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Ilgari majburiy sug'urta hollarida ham e'tiborga olingan edi, lekin hozir mana sharoit shunaqa bo'ldiki, o'sha yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularning sog'lig'iga, mol-mulkiga yetkazilgan zararni to'lalik qoplash maqsadida bu qonun alohida qabul qilindi. Va 26-noyabrdan agar bu qonun kuchga kiradigan bo'lsa, o'sha yo'lovchi tashuvchi korxonalar ham mana shu qonunga asosan barcha yo'lovchilarni bu ommaviy tarzda sug'urta qilish shartnomasini tuzadi va bu shartnomada tuzilgan hamma to'lovlar o'sha yo'lovchi xizmat ko'rsatish vaqtida yo'lovchining sog'lig'iga va mulkiga yetkazilgan zarar to'laqonli shu qonunda belgilangandek, Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilangandek o'sha yo'lovchilarga to'lab beradi. Mazkur hujjatning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida shunday tadbirlar tashkil qilish rejasi ishlab chiqilgan. Bahora Ahmedova, Noil Rahmatulin, Yoshlar. Dasturimizda xorij xabarlari. Shu kunlarda Xorvatiyaga kelayotgan qochoqlar soni ortib boryapti. Muhojirlar Xorvatiya hududi orqali Yevropaning boshqa mamlakatlariga o'tib ketadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 11 kun ichida Xorvatiya chegarasini 73 mingdan ortiq odam kesib o'tgan. Qochoqlar Serbiya chegarasi tomonidan kirib kelyapti. Ular avtobuslarda Apatovich aholi punkti yaqinidagi vaqtincha tashkil etilgan manzilga olib borib joylashtirilmoqda. Xabarlarga qaraganda, Xorvatiyada faqat bir nafar bolali ayol boshpana berishni so'rab murojaat qilgan. Muhojirlar asosan G'arbiy Yevropa mamlakatlariga yetib olishga harakat qiladi. Hozir Xorvatiyada yog'ingarchiliklar boshlangan. Kunlar sovishi bilan qochoqlar oqimi ko'paymoqda. Faqat o'tgan shanba kuni mamlakatga 8,5 ming muhojir kelgan. Gonkong portida kuchli yong'in kelib chiqdi. Alanga 9 ta baliqchilik kemasini qamrab oldi. Ulardan biri butunlay yonib suvga cho'kib ketdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha 5 nafar odam jarohat olgan. Hodisa sabablari aniqlashtirilyapti. Voqeaga shohid bo'lgan odamlarning so'zlariga ko'ra, yong'in chog'ida bir necha bor portlash ro'y bergan. O't ketgan kemalarning barchasi sohildan 200 metr masofada to'lqinlarga qarshi inshootlar vositasida to'silgan maxsus joyda turgan edi. Baliqchilik kemalari noqulay ob-havo sharoiti tufayli Gonkong portiga kirgandi.
Avstraliyaning Queensland shtati dengiz qirg'og'ida kuchli o'pirilish ro'y berdi. Buning oqibatida bu yerdagi plyajning futbol maydoniga teng qismi vayron bo'lgan. Hodisa sanoqli daqiqalar ichida yuz berdi. Sohildagi yengil va yuk mashinasi hamda kemping vagonlaridan biri suvga g'arq bo'ldi. Hech kim jabrlanmagan. O'pirilish oqibatida radiusi qariyb 100 metr, chuqurligi 3 metrga teng yarim doira shaklidagi havza hosil bo'ldi. Xavfli hududdan 140 ga yaqin odam shoshilinch ravishda evakuatsiya qilindi. Bugun sayyoramiz aholisi kamdan kam uchraydigan astronomik hodisaning guvohi bo'ldi. Erta tongda to'lin oy tutilishi ro'y berdi. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, hozir Yerning tabiiy yo'ldoshi Oy sayyoramizga juda yaqin kelgan. Shu bois u ajib bir manzara kasb etdi. Oy odatdagidan 12% katta bo'lib ko'rindi va yorqinroq nur sochdi. Oyning to'liq bo'lishi bilan uning tutilishi bir vaqtga kelgani bois shunday noyob tabiat hodisasi ro'y beradi. Yer Oy gardishini Quyoshdan to'sadi. Sayyoramiz soyasi qizg'ish tusda bo'lgani bois Oy ham shafaq rangiga kiradi. Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika hamda Osiyodagi ayrim mintaqalarda yashovchi odamlar uni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan oldingi to'lin oy tutilishi 1982-yilda ro'y bergandi. Endi shunday koinot hodisasi 2033-yilda kuzatiladi. Ma'lumki, bosh qomusimiz va qonunlarda yurtimiz fuqarolarining vijdon va e'tiqod erkinligi mustahkamlab qo'yilgan. Bu esa mamlakatimizda demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish, farovon hayot qurish yo'lidagi muhim tamoyil sanaladi. Shu bilan birga mazkur huquqiy asos yurtdoshlarimizning muborak haj ziyoratini emin-erkin ado etishlarini ta'minlamoqda. Toshkent xalqaro aeroportida joriy yilda haj ziyoratiga borgan hamyurtlarimizning dastlabki guruhi kutib olindi. Muxbirimiz xabar beradi. Xalqimizning uzoq asrlik urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari, diniy rasm-rusumlari istiqlol tufayli yangicha e'tibor va qadr topmoqda. Muqaddas dinimizning jamiyat hayotidagi o'rnini tiklash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar ham buning amaldagi ifodasidir. Ma'lumki, haj ziyorati islom dinining 5-farzi hisoblanadi. Butun dunyodan qatnashgan hojilar qatorida O'zbekiston hojilari ham o'z o'rnida haj ibodatlarining barcha turlarini, farz, vojib, sunnat, mustahab amallarni to'lasincha mukammal ravishda ado qildilar. Makka mukarramada Masjidil Harom, Ka'batulloh atrofida bo'lsin, Safo bilan Marva saisida bo'lsin, yoyinki Minoda, Arafotda, Muzdalifada duolar qabul bo'ladigan joylarda hojilarimiz duolarini qilib, yurtimizning ravnaqini so'radilar va yurtimizning farovonligi, uning dehqonchiliklariga baraka bo'lishligini Alloh taborak va taolodan so'rab duolar qildilar. Bu yurtga osudalikni Parvardigor berdi, tinchlikni berdi. Bu yurtga dono rahbarni berdi. Mana shu dono rahbarimizning olib borayotgan yo'llari tufayli Parvardigor bu yurtga taraqqiyotni berdi. Bu yil ham bir guruh yurtdoshlarimiz Saudiya Arabistonida haj ziyoratini risoladagidek amalga oshirdilar. Makka va Madinada ham yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, dasturxonlarimiz to'kinligini tilab duolar qilindi. Keksalarni e'zozlashingizda mana ko'rib turibsizlar, shuncha O'zbekiston fuqarolari muborak haj safarlariga borib keldik. Sharoitlar juda ham yaxshi. Hammalari bizga juda katta e'tibor berib turishdi. Yurtimizda tinchlik, osoyishtalik davom etsa, bardavom bo'lsa, bu osoyishtalikni qadriga yetib yoshlarimiz ham chin ko'ngildan mehnat qilishsin, yurtimizning kelajagi bo'lishsin, farzandlarimiz, nevaralarimiz. Darhaqiqat, bunday ulug' kunlar hammaga ham nasib etavermaydi. Haj amallarini ado etgan yurtdoshlarimizning ko'zlarida shunday kunlarga yetkazgani uchun shukronalik belgilari namoyon. Mana bugun amallarni bajarib, ona yurtimizga jonajon, jannat makon O'zbekistonimizga keldik. Shunday sharoitlarni yaratib bergan Prezidentimiz Islom Abdulaziz Karimovga mingdan ming rahmat. Juda minnatdorman. Ayniqsa ish guruhlaridan va ishonmisiz agar million odam ichida borib Ka'batullohning toshlarini ushab, shunda oldilariga borib shu qo'llarimni ushlab toshlarni o'pdim. Shuni qayd etish joizki, yurtdoshlarimizning muborak haj safariga borishi, hajni ado etib, o'z yashash joylari, oilasi bag'riga yetib kelishi uchun tajribali mutaxassislardan iborat xizmat ko'rsatuvchi ishchi guruhi faoliyat yuritayotgan bo'lib, ular hojilarimizning olis safar mashaqqatini yengillik bilan ado etishiga ko'mak bermoqda. Eslatib o'tamiz, haj safaridan qaytgan hojilarimizning dastlabki guruhi mamlakatimizga keldi. Respublikamizning turli hududlarida hojilarni kutib olish marosimlari davom etmoqda. Mustaqillik bizga aziz ne'matlarni inom etdi. Tilimiz, dinimiz, erkimizni. Shu bilan bir qatorda xalqimizni erkin va farovon hayot kechirishini, obod turmushini ham hadya etdi.
Aynan mana shunday tinchlik va mustaqillik sabab bugun O'zbekiston musulmonlari o'zining diniy rasm-rusumlarini emin-erkin ado etishmoqda. Mo'min Ibodov, Fazil Niyorbekov, yoshlar. Aholi salomatligini muhofaza qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan sanaladi. Yangi turdagi tibbiy jihozlar, farmatsevtika tizimidagi so'nggi ishlanmalar, rentgen va diagnostika amaliyoti qurilmalari, ilg'or stomatologik asboblarni tibbiyot sohasiga jalb qilish yuzasidan ham qator amaliy ishlar qilinmoqda. Shu va ko'plab boshqa turdagi tibbiy texnika va dori vositalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar taklif etayotgan mahsulotlar Uzmed Expo 2015 ko'rgazmasida namoyish etiladi. Mazkur yirik ekspozitsiya oldidan bugun matbuot anjumani o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Matbuot anjumanida ta'kidlangandek, yurtimizda tibbiyot muassasalarining zamonaviy tarmog'i yaratilib, eng ilg'or uskunalar bilan jihozlanayotgani natijasida O'zbekiston aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatlar safidan joy olmoqda. Shuni alohida qayd etish lozimki, so'nggi yillarda O'zbekiston farmatsevtika sanoatiga 300 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalar, shu jumladan 100 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etildi. 29-sentyabr kuni ochiladigan xalqaro tibbiyot ko'rgazmasida zamonaviy tibbiy texnologiyalar, dori-darmon, ultratovush, rentgen apparatlari, fizioterapevtik va kardiologik jihozlar, stomatologiya asbob-uskunalari, diagnostika va laboratoriya jihozlari, dezinfeksiya, sanitariya, gigiyena va reabilitatsiya vositalari, trenajyorlar, tibbiyot kiyimlari va ortopedik mahsulotlar, mebellar, dorixonalar uchun uskunalar namoyish etilishi ko'zda tutilgan. O'tgan yilgiga nisbatan kompaniyalarimizning ishtirokchilarining soni 5% ga ortgan. Ularning 70%ni O'zbekistondagi mahalliy korxona va kompaniyalar tashkil etgan bo'lsa, 30%ni xorijiy kompaniyalar tashkil etadi. Joriy yilda xorijiy davlatlarning turli mamlakatlaridan ko'rgazmamizga qiziqish bildirgan kompaniyalar tashrif buyurgan. Ulardan Fransiyaning bir qator kompaniyalari yangi turdagi laboratoriya va tashxis qo'yish apparatlari bilan turli xil kasalxonalarga, tashxis qo'yish markazlariga va klinikalarga ushbu jihozlarni namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 29-sentyabrdan 1-oktyabrga qadar namoyish etilgan Uzmed Expo 2015 ko'rgazmasi doirasida go'zallik va salomatlik loyihasi ham tashkil etiladi. Ushbu sektorda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga keng o'rin berilgan. Unda xususiy korxona va tashkilotlarning kosmetika va kir yuvish vositalari, pardoz anjomlari hamda terapiya uchun zarur preparatlar taqdim etiladi. Mamlakatimizda jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, hech kimdan kam bo'lmagan barkamol avlodni voyaga yetkazishga davlat siyosati darajasida e'tibor beriladi. Ushbu ezgu maqsad yo'lida halol, fidokorona mehnat qilayotgan o'qituvchi va murabbiylar doimo xalqimiz ardog'ida. Yurtimizda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida keng nishonlanayotgani mas'uliyatli va sharafli kasb egalarining obro' e'tibori yanada yuksalib, mehnati qadr topayotganining yorqin ifodasidir. Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti va O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti hamkorligida tashkil etilgan bayram tadbiri xususida navbatdagi lavhamiz. Yoshlarga bilim berishda, ularga odamiylik tuyg'ularini singdirishda, jamiyatda mustahkam o'rin egallashlarda ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyos. Talabchan, fidoyi, mehri daryo, qalbi pok. Ustoz xuddi ana shunday sifatlar egasi. Tashkil etilgan bayram dasturida ham ustoz va murabbiylar e'zozlandi. So'zga chiqqanlar barkamol avlodni tarbiyalashdek murakkab, mas'uliyatli, shu bilan birga oliyjanob ishga borlig'ini bag'ishlagan insonlar ustoz va murabbiylarni bayram bilan samimiy tabriklashdi. Tomga chiqsa bo'larmish gunoh, o'tirganda ota uyida. Bir kalom bor azaldan azal ustoz ulug' otadan hatto. Onang erur uying chirog'i, mehri uning daryoyi azim. Muallimchi quyoshga o'xshar. Toki abad qilingiz ta'zim. Dar haqiqat kasblar ichida sharafli hamda mashaqqatli kasb. Bu kasbni tanlagan har bir inson bu hayot davomida juda ko'p o'zidan shogirdlar qoldiradi. Yaxshi insonlarni tarbiyalab kamolga yetishda o'zlarini, o'z hissalarini qo'shadilar. Shuningdek, tadbirda bayram munosabati bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakultetida o'tkazilgan eng ilg'or pedagog tanlovi g'oliblari ham taqdirlandi. O'ktam Usmonov, Zabihullo Azizov, yoshlar. Xabaringiz bor, mamlakatimiz mustaqilligining 24 yillik bayrami arafasida prezidentimizning fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, adabiyot, san'at va boshqa qator ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritayotgan xodimlarning bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan edi. Taqdirlanganlar orasida Qashqadaryoning Nasaf futbol maktabi murabbiyi Nurali Sultonov ham bor. Hozirgi lavhamizda mas'uliyatli va mashaqqatli, ammo sharafli kasb fidoyisi Nurali Sultonov faoliyati haqida so'z boradi.
Bugun o'z bag'rida 500 dan ziyod iqtidor egalarini tarbiyalab kelayotgan Qarshi shahridagi Nasaf futbol maktabida 12 ta guruh faoliyat ko'rsatadi. Nurol Sultonov futbol maktabining mahoratli murabbiylaridan biri. Uzoq yillar professional futbolchi sifatida olgan bilim, ko'nikmalarini bugun o'z o'quvchilariga o'rgatib kelmoqda. Unga maktabning 2 ta guruhi tarbiyasi ishonib topshirilgan. Har bir guruhda 25-30 nafar tarbiyalanuvchilarning borligi murabbiydan alohida mas'uliyatni, pedagogik tajribani, kerak bo'lsa sabr, mehr va e'tiborni talab qiladi. 6 yildan beri o'sha yosh bolalar bilan murabbiy bo'lib ishlab kelyapmiz. Endi bu yosh bolalar gohida tushunadi, gohida o'zimiz o'rgatamiz, gohida aytamanki, bularning qiyinchilik sababi hozir bularni to'g'ri o'rgatsak, bular to'g'ri olib kelsa, erta nasib bo'lsa O'zbekistonimizda juda yaxshi yetilib chiqqan futbolchilar bo'ladi. 30 ta bola bo'lsa, 30 ta xarakter bo'ladi. Bularning har birining xarakterini topishimiz kerak.